Sizlarga savol. Dizayner uchun ozroq xarajat qilib, qurilish mollari va ustalar haqidan tejab qolgan holda aniqlik bilan qurilishingizni boshlaganingiz ma'qulmi? Yoki dizayner xizmatidan foydalanmasdan qurilishingizni boshlab, ustalar va qurilish mollariga noaniqlik bilan ko'proq xarajat qilganingiz ma'qulmi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Endi esa sizlar bilan yangi tushgan buyurtmamizni ko'rib kelishga yo'l olamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana biz Xatirchi tumani Zarafshon qishlog'i Navro'z mahallasiga yetib keldik. Bu yerdan bizga buyurtma bo'lgan. Bu yerda mavjud uyni yaroqsiz holga kelganligi uchun yangi proyekt qilib berish buyurtmasi tushgan. Nasib bo'lsa, mana shu binomizni buzib, o'rnida chiroyli proyekt qilib beramiz. Bu proyektimiz yakuniga yetkach, sizga ko'rsatib o'tamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang, like bosib, bizni kuzatishda davom eting.